yo'llarda yurgan yigitlarimiz, farzandlarimiz ham Alloh panohida ekan. Hamisha Allohim o'zi qo'llasin, o'ziga omonat. Qayerda bo'lsalar ham anjonlari sog' bo'lib, o'tganlarga Xudo barokat berib, nimaiki qarzida maqsad murodlarimizni Alloh maqsad murodlariga yetkazsin. Bizlarni siylab shuna qilib yaxshi joylarga, umralarga jo'natdi. Xudoga shukr. Yana bunaqa ziyoratlarga jo'natgan Alloh farzandlarning tanlovini yaxshi bilan qaytsin. Biz shuni so'raymiz. Allohning tanjonlarini sog' qilsin. Ularni yaxshiligini ko'rishga nasib qilsin. Duolarda bo'lsin. Nasib qilsin. Hammamizni farzandlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Umrlariga, rizqlariga Alloh barakat bersin. Ilohim bizni qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizdan ahli solihlar, Allohning ibodatida, ota-onaning itoatida bo'ladigan zurriyotlarni ato qilsin. Bizga ham mana shunday mana Hazrat Ahmad Yassaviydek yaxshi bir farzandlarni ato qilsinki, Allohning yo'lida haq yo'lidan yurishlikni Alloh nasib qilsin. Ota-onalaringni shunaqa quvonchli kunlarini tashkillab beramiz. Bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi.